shopirlar mashinasini qo'yib oladi. Ertalab ishga ketayotgan paytingizda ham narda o'ynab o'tirgan bo'ladi. Kechqurun qaytayotganingizda ham karta o'ynab o'tirgan bo'ladi. Ha, bugun bo'lmadi dedi. Ey Xudoda, shunda masjidga kir, namozingni o'qi, to'y tahorat qil, yoshingdan salkam yoshda emas. Mana shunday o'tirgan qancha odamlar bor. Endi shunday shofyorlarni bilasiz, 100lab, 200lab kitob o'qiganlar bor. Hatto o'zini mashinasiga kitob javoni qilib olgan. Umridan unumli foydalanayotgan shofyorlar ham bor. Lekin hayotini rasvoyi jahon qilib ko'chada uni xotiniga tikilib, uni qiziga tikilib ko'chada o'tirib olganlar eng dinimizda yomon ko'rilgan ishlardan biri shu. Abdulloh ibn Mas'ud so'karganlar. "Ey, tur o'rningdan, uyingga kir" derkanlar. Katta odamlar o'tirib olib, uni qizini, uni xotinini boshqa ayollar o'tib ketadi. Mana shu oxirgi olib borib uyigacha olib kirib qo'yishadi-da. Alloh taolo asrasin, na'uzonbillah, ko'chani haqqi bor, unda o'tirish haqqi bor. Mayli bir zum o'tirsin, lekin shu ko'chani haqqini ado qilgan odam o'tira olsa o'tirsin. O'tira olmasa, unga xiyonat qiladigan bo'lsa o'tirishga haqqi yo'q.